Assalomu alaykum, hurmatli Chimgan obunachilari. Biz bugun O'rta Chirchiq rayonida parrandachilik fabrikasidamiz. 3 ta Chimgan traktori bu yoqqa xarid qilingan. 1 yildan beri ishlayapti shu parrandachilikda. Yo'q akamiz traktorist, ismingiz nima ekan? Baxtiyor. Baxtiyor aka, endi mana shu traktorni necha yildan beri haydaysiz? 1,5 yildan. Endi bir o'z fikringizni ayting bu traktor bo'yicha. Traktor yaxshi, o'zini ishiga qarab. Nima ishlar qilyapsiz bu traktorlarda? Endi nima, parrandachilikda asosan go'nglarini tozalash, qipqalarni yayishlar, yuklash, tushirish kerak, qilish kerak, keseklarga. Muammolar bo'lmayaptimi? Muammolar endi nima? Muammo hamma yoqda kamchilik bor, baribir bo'ladi, bilasiz. Endi asosan sekinani ko'p ishlatganimiz uchun sekinlik ko'proq ketadi. Oldi berdik. Shu nagruzkada jindik. Qolgan yog'i yaxshi, chiroyli ishlaydi. Qo'shlarni ishlatasizlarda, to'g'rimi? Shunga. Qo'sh, hamma yoq joy-joyida. Bir kishi chiroyli qilib qaramaysa, nihoyatda. Endi Baxtiyor aka obunachilarimizga nima tavsiya etasiz bu traktor bo'yicha? Yaxshi. Endi nima desa bo'ladi? To'g'ri foydalanaman deganlarga tavsiya qilsa bo'laveradi. Yaxshi texnika. 1,5 yildan beri minyapman men o'zim. Tushunmadim. Hamma yo'g'i joy-joyida. Berdimi? Ishlashi yaxshi. Chaqqon. Suroj olmasa, qaydida Bordim dedim, mol ko'rganim kerak endi. Hurmatli parrandachilik tadbirkorlar, sizlarga agar kimga Chimgan traktor kerak bo'lsa, bemalol bizga chiqsalaringiz bo'ladi. Pastdagi nomerlar, hamma lokatsiyalar bor. Chimgan traktorga obuna bo'lingizlar.